Hormaylar, assalomu alaykum. Hayotdagi bolalar yig'ilishgan ekan. Va hormaylar. Assalomu Olaykum. Qalaysan? Tuzuksan, yaxshimisan? Olaykum. Qalaysan? Bor edirsan, mashallah. Zo'r o'zi. Qancha yurgan? Ha, bu yangi bu hali. Qalay anaqadan keyin? Malibudan keyin. More bo'lsin. Yaxshiligiga qaydi. Aytganingiz kelsin. Chorvogo'da yangi ham paydo bo'ldi. Yo'q. Mashina 10 ming ham yurmagan hali. Bu yerda yani tukamizni Gentradan keyin mana shu E2 ni oldi. Timur, поздравляю. Спасибо. Как она? Четко. Все для клиентов, только для клиентов. Да? После Gentra как? Все для клиентов. После Gentra как? Вообще супер. Ревизия была как по телевизору. Maşallah bor edi. Bu Chorvogo'ning eng zveri haqiqatda. Uchari qanoti bor mashinani. Ikki chempion. Men sevmaydi unaqalar. Mijozli, mana shu mashinani mijozligiga to'g'rilab bersam, telefon qilib rahmat deb qo'yishadi. Rahmat deb qo'yishadi, sababi juda tez yetib borganiga. Haqiqatda qoidalarni bizning tez olib borib qo'yadi. Ну и, к счастью, ждем новых заявок. Будем рады вас принять и обслужить. С качеством, с комфортом. Вас Да. повезем до любой точки мира. Да, значит, Chorvogo'da yengillik bor. Xudo xolasa narxlarni mijozlar uchun arzon qilib qo'yamiz. Narxlarni Telegram kanalimizda, Telegram gruppamizda ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Oddiy misolda aytadigan bo'lsam, Toshkentdan Chorvoga Cobalt mashinasida 160 mingga olib qo'yamiz. Qaytishi 220 ming. Oldin qaytishga olmasdi, sababi o'tdan qimmatroq yurardi, kichkina sir emas. Hozir endi demak 160 ming borish, 220 ming qaytish. Biznes mashinalarida 350 mingga olib boramiz, 450 mingga qaytarib olib kelamiz. Mana shu biznes mashinalarda. E2 mashinamiz bor, ikkita bir xil E2 mashinamiz. Chorvoga 200 ming olib borib 300 mingga qaytarib olib keladi. Aloqaga chiqasizlar. Bizning Instagram, YouTube kanallarimizga, Telegram kanallarimizga podpiska bo'lsanglar, xudo xolasa arzon narxlarga olib boramiz. Endi men bloger emasman, juda so'z ustasi emasman, boricha video qildik. Mana shunaqa yangi, chiroyli, yaxshi mashinalarimiz bor. Yandex Uklon narxidan arzon. Hamma o'zini ishini qilish kerak deb o'ylayman. Biz shu tog'da anchadan bir ishlaymiz. Shaharda ishlamaymiz. O'shaning uchun o'zimizning ishimizni sifatli qilamiz degan maqsadda narxlarni arzon qilib qo'ymoqchimiz. Telegram gruppamizga kirsanglar, batafsil narxlar bilan tanishsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, aloqaga chiqinglar.